Assalomu alaykum YouTube muxlislari, kanalimiz obunachilari. Amaliyotchi psixolog Hasanov Bekzod. Bugun biz sizlar bilan NLP yoki neurolingvistik dasturlash tarixi, uni vazifalari va uni o'rganish insonlarga nimalar beradi, o'shalar haqida sizlar bilan gaplashamiz. NLP ni qisqacha tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, 1970-yillari NLP ga Richard Bandler va lingvist John Grinderlar asos soladi. Ular qanaqadir bitta yangi psixologiya yo'nalishini o'ylab topmaydi. Aksincha, ular o'z davrining mashhur psixolog va psixoterapevtlari ishlarini kuzatish orqali NLP ga asos soladi. Ya'ni bu nima degani? Ular 3 ta eng buyuk psixolog, psixoterapevtlar tanlab oladi. Birinchisi Milton Erickson, ikkinchisi Friedrich Perls, uchinchisi Virginia Satir. Va ular aynan o'sha 3 ta buyuk insonlar qanaqa qilib insonlardagi psixologik muammolariga tez va samarali yechim topyapti va insonlar bilan qanaqa ishonchli munosabatlarni o'rnatyapti. Shularni kuzatadi va kuzatish qanaqa bo'ladi? Ular misol uchun qanaqa so'zlarni ishlatyapti yoki qanaqa xatti-harakatlarni qilyapti misol uchun. Va undan tashqari ular o'sha kuzatuv natijasini hammasini video kameraga yozib oladi. Video kameraga yozib olish natijasida o'sha har birini ishni tahlil qiladi va ular bitta ajoyib narsaga duch keladi. Ya'ni o'sha 3 ta buyuk psixologlar, psixoterapevtlari ishlarida ma'lum bir o'xshashliklar bor. Ana bu qisqacha NLP ning tarixi edi. Ana endi NLP o'zi nima? Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, NLP insonlarning fikrlashi, odatlari va o'z his-tuyg'ularini anglashga va uni yaxshilashga yordam beradigan psixologik qo'llanma. Mana bu NLP ning juda oddiy ta'rifi. Ana endi NLP insonga nima beradi? NLP ni o'rganish bizga birinchidan boshqa bir inson bilan muloqot qilishimiz, ular bilan til topishga va samarali suhbat qilishimizga katta yordam beradi. Ikkinchisi nima berishi mumkin? Yana insondagi qo'rquv va stress, hattoki fobiyalari yengishda ham juda katta yordam beradi. Aynan bu texnikalarni ham biz keyingi videolarimizda sizlarga havola qilamiz. Va bundan tashqari yana nima beradi? Insonni maqsadga erishishda yo'lini osonlashtiradi. Biz misol uchun maqsad qo'yganmiz, erisha olmayapmiz. Aynan shu NLP da shunaqa model bor. O'sha model orqali o'sha maqsadlarimizni tahlil qiladigan bo'lsak, biz o'sha maqsadga borish yo'limiz tezlashadi. Va insonda qaror qabul qilish, ya'ni samarali qaror qabul qilishimizga NLP juda katta yordam beradi. Yoki bo'lmasa insondagi funksional holatni o'zgartirishga, bunda yakrlash texnika bor. Juda katta yordam beradi. Ya'ni funksional deganda, misol uchun bizga qanaqadir resursli, ya'ni o'zimizga ishonchli holat yoki o'zimizga qanaqadir ishonch yetishmayaptimi? O'sha yakrlash, ya'ni funksional o'zgartirish natijasida biz o'sha kerakli resurslarni o'zimizga jalb qilishimiz mumkin. Xo'p, undan tashqari NLP insondagi bir-biriga zid bo'lgan qismlarni kelishtirishga ham yordam beradi. NLP ning o'zi vazifasi nima? NLP ning vazifasi o'zi 3 ta asosiy NLP ning vazifasi bor. Birinchisi bu muloqot, ya'ni kommunikatsiya o'rnatish. Boshqa insonlar bilan qanaqa til topishish, ular his-tuyg'ularini yaxshiroq anglash, ular bilan samarali suhbat qilishimiz, hattoki ularga ta'sir o'tkazish yo'lini ham aynan birinchi vazifasi o'rgatadi. Ikkinchi vazifasi nima? Ya'ni insonlardagi subyektiv tajriba strukturasini o'rganish. Subyektiv tajriba strukturasi nima? Aynan insonni ongida ma'lum bir his qanaqa kechyapti. U real dunyoda boshqa bo'lishi mumkin, lekin insonni ongida kechayotgan tajribalar, u nimani his qilyapti, o'shalari subyektiv tajriba qilib NLP o'rganadi. Yoki uchinchi eng juda katta yutuqlardan biri NLP ni insonni modellashtirish. Ya'ni ma'lum bir sohada muvaffaqiyatga erishgan insonlarni o'rganib, ularni modellashtirib, boshqa bir insonga o'rgatish.
Misol oddiy qilib aytadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, kimdir yaxshi ovqat pishiradi. Yaxshi oshpaz yoki kimdir yaxshi, misol uchun, sotuvchi, kimdir misol uchun yaxshi sportsmen. Bu ishlari ular qanaqa qilyapti? Qanaqa xatti-harakatlarni amalga oshiryapti? Nimalariga e'tibor beryapti? Hammasini NLP da modellashtirish orqali ularni o'rganib, boshqa bir insonga o'rgatib, aynan o'sha boshqa bir inson ham xuddi shunaqa natijani qo'lga kiritishi mumkin. Xo'p, bu qisqacha NLP haqida edi. Kanalimizda keyingi videolarda har bir NLP texnikasiga alohida to'xtalib o'tamiz va o'sha texnikalari, kerakli texnikalarni sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz. NLP o'zi bitta boshdan aytishimiz kerak, NLP ko'pincha bu amaliyot. Biz misol uchun NLPda qanaqadir nazariya, qanaqadir ma'lumotlarni o'rganib, uni yodlab olish bizga foyda bermaydi. O'sha bitta texnikani o'rgandikmi, uni agar biz amaliyotda qo'llaydigan bo'lsak, bizning hayotimizni o'zgartirishga katta yordam beradi. Bugungi videomiz shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha